Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugungi darsimiz sizlar bilan trading indikatorlarini tuzish haqida gaplashamiz. Trading olamida 100 mingdan ortiq indikatorlar bor va u insonlar kuchli treyderlar tomonidan tuzilgan. Endi sizlarga ham aynan shu mini kurslar orqali qanday qilib indikator tuzish, ya'ni bozorda zo'r ishlab beradigan bitta indikatorni sizlarga tuzishni sun'iy intellekt orqali o'rgataman. Hech qanday koding, ya'ni kod yozish bilimingiz shart emas. Shunchaki sizda o'sha hozir o'rgatgan metoddan foydalanadigan bo'lsangiz, o'zingizda zo'r bitta indikator tuzishni o'rgataman. Bilasizlar, bozorda juda ko'plab indikatorlar ro'yxati bor. Mana bu yerga kirsangiz communityda xohlagan indikator ishlasangiz bo'ladi. Bepul variant ikkitagacha. Masalan, Ichimoku teoriyasi har birini ko'rsatib beradi. Mana Ichimoku nuqtasidan zigzaggacha qatgacha yurishlarigacha ko'rsatib beradigan bitta Ichimokuning g'oyasi bor. Mana bu ham bitta indikator hisoblanadi, qadrli ishtirokchilar. Mana shunaqa indikatorlarni tuzishi sizlarga men usulini o'rgatishga harakat qilaman. Bitta zo'r metod orqali. Keyin mana Ichimoku teoriyasida hozir o'chirib qo'yishga harakat qilamiz va o'zimiz birgalikda indikator tuzamiz. Buning uchun sizlarga bitta eng oddiy bitta g'oya bilan kirib kelishga harakat qilamiz. Indikator tuzish qoidasini bilishingiz kerak. Ya'ni sizda savdo strategiyasi bo'lishi kerak. Ushbu savdo strategiyasini indikatorga o'zgartirsangiz bo'ladi, qadrli ishtirokchilar. Buning uchun bitta qoidani ishlatamiz. EMA 20 narxini yuqoriga yorgan, RSI 45 dan yuqoriga yorgan o'tish kerak. Bunaqa holatda aksiyalar juda ham zo'r natijalar berishadi. Keyin shu holatda qanday qilib buy signal chiqarib indikator tuzishni o'rgataman. Birinchi ishimiz biz o'zbek tilida chiroyli qilib turib tekstini yozib olishimiz kerak. Chunki bu tekstni keyinchalik sun'iy intellekt tashlaganimizda hech qanday xato bo'lmasligi kerak. Masalan, yozamiz. Menga TradingView PineScript dasturida quyidagi Optimus Up indikatori nomi ostidagi kodni yozib bergan version 5 uchun. Ya'ni joriy narx EMA 20 dan shu shamchiroqni tepada kesib o'tgan, joriy narx esa 45 dan yuqoriga yorib o'tgan bo'lishi kerak. Hamma shartlar to'g'ri kelganda aksiya narxi pastida buy arrow chiqarsin degan kodni yozishimiz kerak. Buning uchun biz bu tekstni olamiz va ikkinchi ishimiz esa trading indikatorini Google tarjimonga joylab qo'yamiz. Buning uchun biz Google tarjimonga kiramiz, ya'ni mana Google tarjimonni ochib qo'yganman va bu yerdan biz o'zbek tilini tanlaymiz. O'zbek deb yozasizlar va yozganingizdan keyin mana bu yerga tekst joylaysizlar. Va tekst joylaganingizda ko'rib turganingizdek mana bizga u ingliz tilidagi tekst chiqdi. Buni copy qilib olamizda mana bu yerdan Merlin AI deb yozamiz. Merlin AI deb yozganimizdan so'ng bu saytga kiramiz. Kirganimizdan keyin chat with Merlin deb bosamiz. Mana bu tepasida chat bordi. Chatni bosib turib turboni tanlaysizlar va GPT-4 ni o'zida qolsa bo'ladi. Xohlasa GPT-4 0 ni ham qo'yib olsanglar bo'ladi. U hozircha unchalik shart emas. Va mana bu yerga ingliz tilidagi tekstni yozib joylaymiz va bu yerdan knopka by enter deb bosib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, mana til вообще kerak emas. Prosta Google tarjimon yozasizlar, ingliz tilida yozib beradi va bu tekstni copy qilib olib turib, biz o'zimizning o'sha indikatorlar bo'limidan Pine Editor bo'limiga o'tamiz. Pine Editor bo'limiga o'tganimizdan so'ng mana bu yerga o'sha tekstni, ya'ni mana bu yerdagi bergan tekstni copy qilib oldik. Olib borib shu Pine Editorga joylaymiz va ko'rib turganingizdek add to chart qilamiz. Qadrli ishtirokchilar, marhamat, o'sha indikatorimiz mana bu holatda mana buy degan signalni beradi. Ko'rib turganingizdek buy chiqqandan keyin qanaqa natija bergan? Mana bu tochkada buy chiqqandan keyin 354%, mana bu yerda buy chiqqandan keyin esa 119%, mana bu yerda endi buy chiqibdi va buy chiqqandan keyin hozircha 28% yurgan, qadrli ishtirokchilar. Xohlagan aksiyani tekshirsak bo'ladi buylardan. Mana ko'rib turganingizdek buy chiqqandan keyin holatda aksiya 33% yurgan va mana bu holatdan esa taxminan 8% yurgan. Lekin o'tmishida ham mana zo'r natijada buylar yurib bergan holatlarni ko'ramiz. 47% buy chiqqan paytida 19%. Endi ishlamagan holatlar ham bo'ladi, lekin ko'proq ishlagan, ya'ni tajribada ko'proq ishlaganini kuzatib olasiz. Hech bo'lmasa bir kontrakt yurib bergan. Mana qadrli ishtirokchilar, shunaqa indikator tuzdik va buni sizlar bemalol Optimus Up deb turib save qilib turib, ya'ni saqlanib turib, o'zingiz uchun indikatorlar bo'limiga yulduzchani qo'shib qo'yib, mana bu yerda yulduzcha indikatoridan mana bizda o'zimizda shu Optimus Up indikatori turadi. Mana bu holatda turadi, qadrli ishtirokchilar. Mana bu trading indikatori tuzish qoidasi edi. Ya'ni Google tarjimonga o'tkazish, Google tarjimonda Merlin AI dasturiga o'tkazish va uni kodini olib turib, mana bu ko'rinishdagi buy indikatorni chiqarishdi. E'tiboringiz uchun rahmat.